Gaydan formasını hem giyer ekan buni. No, gayimiz. Hava? Gayimisiz. Gördüm hava. Dokumentingiz bormi? Dokumentingiz bormi? Hakimiyet özüm ben şöyle. Bu hamma kadar verilmedi bu. Siz ham o'z avvalına kiymaymiz, mas'ullikdan kiyamiz. Bu ishga kelganda. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda Xorazmda soxta yo'l patrul xizmati inspektori aniqlandi sarlavhasi ostida xabarlar tarqalgan edi. Ushbu holat yuzasidan Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv o'tkazildi va ushbu holat joriy yilning 14-may kuni soat 11:30 larda Yangi Bozor tumanida sodir etilganligi aniqlandi. Aniqlik kiritilishicha, tuman tibbiyot birlashmasida soqchi bo'lib ishlaydigan 1986-yilda tug'ilgan shaxs tuman tibbiyot birlashmasi hududiga transport vositalarining kirib chiqishini tartibga solish maqsadida yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlariga xos kiyim boshlarni pogonsiz, shivronsiz, ko'krak nishonsiz kiyib yurganligi aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan Yangi Bozor tumani ichki ishlar bo'limi mas'ul xodimlari tomonidan belgilangan tartibda ushbu 1986-yilda tug'ilgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 209-1 moddasiga asosan hujjatlar rasmiylashtirilib, ushbu shaxs bilan profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi. Shu o'rinda barcha yurtdoshlarimizdan jamiyatda yurish-turish qoidalariga va belgilangan tartib qoidalariga amal qilib harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Zero unutmang, qonun ustuvor, jazo muqarrar ekanligi albatta ta'minlanadi.